Xususiy sohilga ega Toshkentdagi ilk biznes toifadagi turar joy majmuasi. Sayr qilish uchun katta bog', bolalar maydonchasi, sport maydoni, choyxona, bolalar basseyni, novvoyxona, katta vaznlar uchun umumiy mehmonxona va hattoki kinoteatri ham bor ekan. Bu videoda turar joy majmuasining ichki va tashqi ko'rinishi va qulayliklari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum hammaga, men ismim Muhammadjon va bugungi video rolikda sizlarga Murad Buildings kompaniyasi tomonidan qurilayotgan Soybo'yi loyihasi haqida batafsil ma'lumot berishga albatta harakat qilamiz. Agarda qiziq bo'lsa boshladik. Soybo'yi turar joy majmuasi Uchtepa tumanining markazidagi Sakkokiy ko'chasida, ya'ni Bo'zsuv kanalining yonginasida joylashgan bo'ladi. Tumanning markazi bo'lganligi sababli bo'lsa kerak, aholi uchun zarur bo'lgan ko'plab xizmatlar juda yaqin joylashgan. Masalan, 23-oilaviy poliklinika, bog'-shamol maydoni, Korzinka supermarketiga piyoda 5 daqiqalik yo'l. Bundan tashqari bog'cha, maktablar hamda bir necha kafelar ham 10-15 daqiqalik masofada joylashgan. Shuningdek, avtomobilda shahar markazigacha 15-20 daqiqa va Uchtepa outlet savdo markazigacha esa 10 daqiqada yetib olish mumkin. Jamoat transportlariga keladigan bo'lsak, metro sal uzoqroqda joylashgan ekan, lekin turar joy atrofidan o'tadigan avtobuslar orqali shaharning markazi va boshqa hududlariga osongina yetib olish mumkin. Bu loyihaning hovlisi manzarali daraxt va butalarga to'la bo'ladi va bundan tashqari hovlida sport bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Misol uchun, yugurish yo'lakchasi, workout maydoni va bundan tashqari futbol va basketbol maydonlari. Ishdan keyin hordiq chiqarish uchun yozgi kinoteatr, oila va do'stlar bilan mazali taom ustida dam olish uchun esa hattoki choyxona ham bor. Bolalar uchun esa yozgi basseyn hamda o'yin maydonchasi bo'ladi va eng qizig'i, bolalar ob-havo yomg'irli yoki sovuq bo'lganda ham zerikib qolishmaydi, chunki bino ichida ham bolalar o'ynashi uchun o'yinxonalar tayyorlangan. Xavfsizlik uchun doimo ishlaydigan video kuzatuv tizimi ham bor. Qaytgancha bolalar hovlida xavfsiz o'ynashlari uchun va odamlar xotirjam sayr qilishlari uchun avtomashinalar hovli ichiga qo'yilmaydi. Menimcha bu narsa yangilik bo'lmasa kerak, lekin avtomashinalar uchun yer usti va yer osti avtoturargohlari mavjud. Avtoturargohda video kuzatuv tizimi va elektromobillarni zaryadlash uchun esa maxsus stansiyalar mavjud bo'ladi. Aholini o'ylab, hattoki avtomobil yuvish uchun maxsus joylar ham tayyorlab qo'yishar ekan. Endi bino ichiga kiradigan bo'lsak, shiftning toza balandligi, ya'ni vысота потолков 3 metr bo'ladi. Lift oldi hollari, ya'ni o'zimizdan tilda aytadigan bo'lsak, podyezdlarning dizayni 5 yulduzli mehmonxonaga o'xshaydi. U joyda liftni kutib ham estetik zavq olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bino ichida ikkita xavfsiz va shovqinsiz tezyurar liftlar, yumshoq kreslolar bilan jihozlangan kutish joyi, aravachalarni saqlash uchun keng xonalar, ma'rifat xonasi, kiyimlar kimyoviy tozalash punkti, ya'ni o'zimiz tilda aytganda himchistka va undan tashqari ikki tomoni ochiq bo'lgan kirish joyi mavjud bo'ladi. Soybo'yidagi binolarning karkas qismi temir beton bilan mustahkamlanganligi uchun ular zilzilaga chidamli bo'ladi va u yerda yuqori darajadagi xavfsizlik yaratiladi. Binolar umumiy chiroyli ko'rinish yaratishi uchun ba'zi binolar 13 qavat, ba'zi binolar esa 16 qavatgacha qurilgan. Fasad qismi sifatli kompozit panellar, birinchi qavat esa keramogranit bilan qoplangan. Ular esa uyning go'zal va zamonaviy ko'rinishini ta'minlab turadi. Endi uyning ichiga o'tadigan bo'lsak, maxsus qatlam bilan ajratilgan 2 qavatli oynalar uyning issiqligini ushlab turish uchun xizmat qiladi. Binoning ichki va tashqi devorlari maxsus Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan gaz-beton bloklardan tashkil topgan. Pol qoplamasi esa sement qumdan tayyorlangan. Bu esa uy egasi uyni xohlagancha bezatishiga imkon yaratadi. Eng qiziq savol: uy qachon bitadi? Ma'lumotlarga qaraganda, Soybo'yi loyihasi 2026-yilning 1-qismida topshirilishi reja qilingan. Bu loyihadagi uylar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta loyihaning veb-saytiga o'tib, loyiha haqida ham, xonadonlar haqida ham to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu video rolikimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va uy olishni reja qilib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ularga foydasi tegishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.